O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. Assalomu alaykum. Men Bobojonova Nazira Surxondaryo viloyati Qumqo'rg'on tumani Jalayir mahallasida bo'laman. Onam Zinatullina Zulayxa millati tatar, rossiyalik. Shu tufayli biz opa-uka shu Jalayirda qolib ketganmiz. Onam vafot etgandan keyin bizga Jalayirchilar Nechinchi yildan boshlab? 2004 yil. yildan beri bizlarga tinchlik bermay keladi. Xolmamatov, Mamaziya, Xo'jamqulov, Chora degan odamlar uyimizga tashlaydilar. Mahallasi inlamaydi, militsiyasi inlamaydi. Faqat delasini yopib ketadi. Yordam bering. O'tinib so'rayman, jerni o'pib so'rayman. Yordam beringizlar. Bizlarni qo'ymay keladi. Jalayirchilar. Qo'ymaydi. Jalayirchi. Zo'ravon Jalayirchi, Xolmamatov bilan Xo'jamqulov, Chora degan odamlar bizlarni qo'ymay keladi. Aytmagan gapi, aytmagan so'zi qolmadi. Qo'limda urib sindirdilar. 2 yil oldin qo'limda uyimga kirib sindirdi. Ket Tamarqadan dedi. Qulupcha ichida o'tiribdi hozir. Ko'rsatdik joyga. Binosida o'tiribdi. Davlat madaniyat binosiga binosida hashamatli uy qurib, bechoralarga bizlarga qaziq o'tkazib kelyapti 20 yil davomida. Yordam bering prezident. O'tinib so'rayman, himoya qiling meni. Yolvorib turman. Onam rossiyalik tufayli qiynalib yashab keldim.